Mana shunday dizaynda bo'lib chiqdi gul qo'yadigan polkamiz aziz aka-ukalar. Kimgaki kerak bo'lsa bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Assalomu alaykum Master Pirilo obunachilar, sizlar bilan Abdural, sizlar Master Pirilo 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar aziz aka-ukalar. Bizda adresimizni so'rayotgan insonlarga bizda adresimiz Shahrituz Inom bozorida, mana qal'aning orqasida mol bozor bor aziz aka-ukalar. Biz temir ustomiz. Temirdan sizga nimaiki kerak bo'lsa, siz to'g'ri manzilga tushdingiz. Shunday bir xillar o'ylashi mumkin. Bu kachilar chiqaradi, karov chiqaradi, shaurmaxona chiqaradi. Menga bu narsa kerak. U narsani biz masalan qilganimiz yo'q. Siz shu narsani, sizni qiziqtirayotgan narsani men o'sha necha birta zamonaviy navis qilganman. Kecha bitta podpisчик aloqaga chiqib, aka sizlar shunday zamonaviy navislar qilasizmi yo'qmi deb savol beryapti. Albatta tayyorlaymiz deb javob berdim. Sizlarda ham xuddi shunday fikr bo'lishi mumkin aziz aka-ukalar. Temirdan nimaiki kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Albatta shu nomerda WhatsApp bor. Murojaat qilasizlar. Qo'limizdan kelsa, ha, shu narsani tayyorlaymiz, narxi shuncha bo'ladi, shuncha vaqtda tayyor bo'ladi deb javob beraman. Agar qo'limdan kelmasa, aka buni iloji yo'q tayyorlashdi. Bizga emas, shunday joyga murojaat qilasiz, shu narsani tayyorlaydigan insonlar bor deb sizga konkretni javob beraman. Nima deb qolamiz? Hozir ko'rsatadigan narsamiz aziz aka-ukalar, mana bu yerda kachillarimiz tayori bor. Mana o'sha dastavka bo'lyapti bu aziz aka-ukalar. Mana bu yerda aziz aka-ukalar katakxona bukva G harfda 2 ga 1, 1 ga 1 bunisi bu jo'jalarni qo'yish uchun. Mana bu yerda eshigi bor, mana bu dom beradigan joyi. Mana bu yerda eshigi bor. Albatta hozir zamoklarini qilmagan, uspet qilmayapti. Tak, mana shunday dizaynda katakxonamiz. Mana u 1% emas, million foiz javob beradi. Mana setga ko'ryapsizmi? Hech narsa qilmay urasizmi, so'g'asizmi, tortasizmi, 100% talabga javob beradi aziz aka-ukalar. Bu yirtilib, titilib ketadigan katakxonamiz. Buni it uradimi, tulki uradimi, pishak uradimi, biron narsa qilmaydi. Mana bu yerda aziz aka-ukalar shaurmaxonamiz tayyor bo'lgan. Albatta buni dastavka qilamiz yaqinda, tez kunda. Mana bu yerda klientlar keladi, choylarini ichadi, kofe, mofi, u dalshi и так далее. Mana shunday dizaynda tayyor bo'lgan. Hozir bu tarafini ko'rsatishga harakat qilamiz. Shu o'rinda bu yerda katakxonamiz bor. Mana shunday. Mana bu yerda bu eshigi qulf ekan. Tak, mana ichlari polni polkalar tayyor bo'lgan. Ichlari pol, hammasi laklangan, 100% talabga javob beradi. Nima deb qolamiz? Baniya kerakmi? Dushovoy kabina kerakmi? Tak, uy kerakmi? Magazin kerakmi? Shaurmaxona kerakmi? Nimaiki kerak bo'lsa aziz aka-ukalar, kuxni kerakmi, nimaiki kerak bo'lsa, hammasini tayyorlash iloji, imkoni bor aziz aka-ukalar. Bu yerda katakxona tayyor bo'lyapti. Bu yerda aziz aka-ukalar tuxum qo'yadigan joylar, albatta bular hali 100% tayyor bo'lmagan. Tunukalari ham baquvvat, talabga 100% javob beradi. Mana bu yerda aziz aka-ukalar oxirlarimiz tayyor bo'lyapti. Bu kachillar tayyor bo'lyapti. Oxirlar xohlagan dizayningizda oxir bor. Reshotkalarimiz ko'cha tomonga ustanovka qildik. Ichkariga go'l ekiladigan joylari bor. Polni tagor qildik, betoni bilan birdaniga qo'yib ketdik. Mana balanti 25, eniga 20 sm beton bo'ldi. Mana shunday dizaynda, ammo boshqacha dizaynda, ammo qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, tayyorlab, chiroyli qilib ustanovka qilib berishga. Kalitkalarimiz bor. Ichkariga kirib chiqish uchun albatta kurchoklari bor ichida. Mana shunday dizaynda bo'ldi. Kimgaki mana shunday dizaynlarda ko'chagami, uyda oldigami, lestnitsami, qayerga reshotka kerak bo'lsa, bemalol mana shu ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Mana bu yerda darvozamiz tayyor bo'lyapti. Mana bular tunuka emas, aziz aka-ukalar. Ba'zi bir insonlar gapiradi, nima uchun ish qimmat deydi. Mana bular naturalniy iranskiy gul deydi buni. Mana bular mana shunday dizaynda darvozalarimiz tayyor bo'lyapti. Bu yerda qarovutlarimiz bor, tayyorlari bor o'zi. Darvozamizni kelib ustanovka qildik. Mana shunday dizaynda bo'ldi darvozamiz. Kimgaki darvoza kerak bo'lsa, bilasizlar qayerga murojaat qilishdi. Mana bu yerda mangalimiz tayyor bo'lgan. Mana bu yerga go'shtni manirovat qildingizmi? Mana bu yerga shunday qo'yasiz. Mana bu mangal tagiga lishni otxotlari tushib ketadi. Mana bu olinadi aziz aka-ukalar, mana ichi.
Mana aziz aka ukalar, chuqur talabga javob beradi. Mana shunday mangalimiz bo'lgan. Bu ham syomniy. Uni o'zi ham отдельно chiqadi. Albatta talabga javob beradi. Mana tagiga biror narsa qo'yib qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu esingida nomer 1 degan kachilam, oyoq bilan uchadigan kachilar. Hali tamomiy esingida bu kachilar chiqmagan endi. Mana bu oyoq bilan uchadigan kachilar. Mana ekranga hozir qisqa lavhasini qo'yib o'taman. Razmer 2 ga 6 uzunligi. Ovoz chiqarmaydi. Samый главный, bu yerda защита plankasi bor. Bu yer turnik, ham детский, ham взрослый bo'ladi. Bu подвесной kachilar bu. Dizaynni ko'rdim. Tamom esingida holi bunday kachilar shaxsan men o'zim oyoq bilan uchadigan kachilar tamom esingida ko'rganim yo'q. Nima uchun tamom esingida nomer 1 dedim? Sababi mana shu. Mana shu. Tamom esingida oyoq bilan uchadigan kachilar yo'q holi. Mana bu yerga suv idishlarni qo'ydik. Bu yerga telefon qo'yiladi. Bemalol spokойно o'tirib telefonni qo'ysangiz bo'ladi. Mana bunday. Xohlasangiz vertikalniy, xohlasangiz gorizont. Hamma dizayn o'ylangan buni. Ancha mehnat qilindi. Bu yerda eski bitta zakaz olgandik. Bu holi pauza bo'lib turibdi. Chunki vaqt bo'lmayapti. Ko'rdilaringiz, xuddi mana shunga o'xshash dizaynda kachilarimiz tayyor bo'lyapti. Mana bu yerda albatta detskilari bo'ladi. U tarafida ham detski bo'ladi. Turnik bruslarigacha tayyorlab berishga harakat qilamiz. Tez kunlarda Xudo xohlasa juda katta Master Pirilo 04 kanalda juda katta yangilik bo'ladi aziz aka-ukalar. Mana bu yerda aziz aka-ukalar shaurmaxonamiz tayyor bo'lyapti. Zamonaviy stilda mana bunday oldilari chiqqan. Mana shunday shaurmaxona. Bu yer polniy stiklo bo'ladi. Talabga javob beradi. Hammasini tayyorlaganmiz. Qoidaviy qo'ldan kelgancha. Mana bu yerga polniy treza eshiklarimizni polniy ustanovka qilamiz. Albatta tayyor bo'lgan jarayonni ham ko'rasizlar. Mana shunday shaurmaxona kerakmi? Mana albatta hozir dushni videosini qo'yamiz. Va nihoyatda letniy va zimniy dush tayyorladik. Kimgaki mana shunday dush kerak bo'lsa, hozir hammasini ko'rsatib boramiz. Kimgaki mana shunday dizaynlarda dush kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasiz. Buni o'zgartirish iloji bor. Xohlasangiz katta, xohlasangiz mayda, xohlasangiz boshqacha dizaynda, xohlasangiz ichiga stol-stullari bilan, xohlasangiz televizor qo'yib berishingiz mumkin. Xohlasangiz ko'mir pechka, o'tin pechka yoki elektrichniy tok pechka qo'yishingiz mumkin. Bu eshigi aziz aka-ukalar, eshik prostoy eshik emas. Bu alyumin, toza alyumin eshik bo'lgan. Shu yer qulay ko'rindi o'zimizga. Mana bu oynasi, suv qoidaviy ishlaydi. Issiq suv, sovuq suv. Mana Thermex bor. Turkmanistonda Thermex'i talabga javob beradi, 50 litrlik. Tak, suvlari qoidaviy bor. Mana bu yerda bochka bor aziz aka-ukalar. Mana bu yerda shlanga urasiz aziz aka-ukalar, suv to'ladi, polniy to'ladi, tepadan suv chiqib ketadi. To'lganini bilasiz. Kimgaki magazin kerak, kimgaki dush kerak, kimgaki shaurmaxona kerak. Pinaplex tagiga urilgan polni yana endi pollarini qotiryapti. Mana va nihoyat pol bo'ldi. Ichini abrishodkalari bo'ldi, polni xot, mana utilitillar bo'ldi. Profillarni svarka qildik. Mana bu yerlarga 12 lik shundan kesib olib svarka qildik. Thermex turadi bu yerga. Garantiya bu osilsa ham, odam osilsa ham Thermexda o'zini og'iri bo'lsa ham tushib ketmaydi. Meva chevani videosini qo'yib o'taman aziz aka-ukalar. Maydagina do'koncha tayyor qilish kerak dedi. Albatta uni ham bir lavha videosini qo'yib o'taman. Laklarni polniy xod uryapti. Birinchi sort stiklanniy polikarbonat. Ichi meva cheva polniy ko'rinib turadi. Mana shunday narsalar turadi aziz aka-ukalar. Tepa qismiga aziz aka-ukalar oyna qo'yganmiz. Mana mevalar двойной, тройной ko'rinib turishi uchun mana shunday dizaynda bo'lib chiqdi aziz aka-ukalar.